Salom do'stlar. Bugun bizda noyob hovli. Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Katakomba. Next shunday to'g'risida mahallada 7,5 sotuv 685 kvadrat metrli chiroyli ko'ryapsizlar. Polniy travertin tosh hovli. Landshaftlarga ahamiyat beringlar, letniy zonalarga ahamiyat beringlar. Uyda ikkita darvoza bor. Bemalol mashinalarni olib qo'ysangiz bo'ladi. Jetliga joyimiz bor. Naryoqda cho'mli bitta xodimiz bor. Mana bu yerda рабочий место, yozda maza qilib o'tirish uchun. Hurmatli obunachilar, hozir mana shu obyektni polnichlarni aylantirib chiqaman. Sizdan bitta dona like kerak bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, qani ketdi unda. Mana bu yerda bemalol palif-maliflarni yoqib qo'yasizlar. Yozda muzdekkina bo'ladi. Освещениялari hammasi ishlaydi. Kech payt takoy bo'tda atmosfera bo'ladi, okalar. Endi mana bu yerda letniy terrasa maza qilib yozda bu yoqda ham joyimiz bor. Bemalol ovqat chashli pashilarni mana shu ursangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hovlimizdan bunaqasiga ko'rinishini ham bitta ko'ringlar. Shapaloqlar bo'lsin. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin, okalar. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kirganimizda bizani mana shunaqa shikarniy atmosfera kutib oladi. Hurmatli obunachilar, qarshilarda turgan bu originalning rostekasim kamin bo'ladi, okalar. Bemalol sizlar hovliga xod bor, chiqib kirib yurishingiz bo'ladigan joylari bor. Asosiy рабочий место, mehmonlar hamma kelganda mana shu o'tiradigan joyi bor. Hamma xonalar razdelniy ko'ryapsizlar. Mana bu общий sanuzyillar joyi, hurmatli obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi qaranglar. Uyimizning shipitinli momentlari ham bor. Bu yerda bizda lift bor. Liftga alohida like bosib qo'yinglar. Endi mana bu eshikdan kirganimizda bizani katta, keng, shikarniy basseyn kutib oladi, hurmatli obunachilar. Basseynimizning razmeri 10 ga 5 bo'lishi kerak. Juda ham katta, juda ham keng basseyn. Mana bu sharshara, parshara hamma narsasi ishlaydi. Xo'p, naryoqda bizda finskiy sauna, hozir finskiy saunani ichiga kirib, sizlarga finskiy saunani ham ko'rsatib o'raman. Okalar, uy shikarniy, o'zlari uchun qurganlar, yashalgan. Yana shunaqa gaplar bo'lyapti. Ko'ring mana. Finskiy saunamiz ham yengidek turibdi. Yana shunaqa gap bo'lyapti. Realniy Yakkasaroydan yaxshi hovli qidirayotgan ukalarimiz bo'lsa, mana shu uyni sizlarga yoqsa, kelishamiz deyapti. Kelishamiz, katta chegirma qilib beramiz deyaptilar. To'xtab turing, uylarni ko'rdingiz. Endi bizani любимый bu yerdan etajdan etajga, ikkinchi уровень, pastki уровеньga mana shundan qatnab yuraverasiz. Endi to'riga kirganimizda wow, bizda katta kuxnya, kelinlarimni любимый xonaligisi. Kuxnyamizga alohida baho berib qo'yinglar. Kuxnya sizni domlani zalidan ancha katta. Uyimizda 7,5 sotuv. Orqada mana ko'ryapsizlar, takoy sharsharalar ham qilib qo'yishgan orqasida. Bemalol uni kelib ko'rsanglar bo'ladi. Kuxnyaga vashi gap bo'lishi mumkin. Ko'pchilik kelinlarimning orzusi mana shunaqa keng kuxnya bo'lish. Hammaga mana shunaqa keng kuxnyada ovqat pishirishni nasib qilsin. Endi qaytib chiqqanimizda mana bu yerda kabinet nomer 1. Xo'p, родительский комната. Родительский комнataga ahamiyat bersanglar, buni o'zini garderobi bor, sanuzyili bor. Sanuzyili bor, alohida garderobi bor. Hamma spalniy komnatalarning o'zini sanuzyili bor, garderobi bor, hurmatli obunachilar. Hamma prидуманный, doda qilib qilingan. Remontlari urinmagan, mana ko'ryapsizlar. Landshaftlarni ham yaxshi daraxtlardan ekib qo'yishdi. Bu yana bitta spalniy, o'zini alohida sanuzyili bilan, hurmatli obunachilar. Bizni birinchi уровеньni polniy aylanib chiqdi. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Zo'rmi? Endi qarang, oka. Men bizdan chiqsam bo'lardi-yu. Endi ozgina oltigarchilik qilishim kerak-ku. Oltigarchilik qilishim kerak-ku. Endi men sizlar bilan pastki уровеньga tushaman. Keling. Pastki уровеньga ketamiz, hurmatli obunachilar. Qaranglar mana, lift ishlab turibdi mana, ko'ryapsizlar. Chotki ishlab turibdi. Pastki уровеньga tushamiz. Pastki уровеньda juda ham keng, katta, shikarniy patolonlari ham baland ekan. Hozir pastki уровеньni ko'rib, o'zinglarni bahoylarni tashlab ketasizlar. Endi qarang, pastki уровеньga tushsa, bizani
Mana shunaqa katta zal kutib oladi-da, balandligini qarang. Okey, meni bo'yim 2 metr. Pashti 2 metr. Ko'ryapsizlar, juda ham baland 3 metrli patologli qilingan. Mana yana bitta xona, uyi tegi polniy podval ekan, bu yerda kinoteatrmi, bilyardmi, o'zi uchun рабочий xonami qilib qo'ysangiz bo'ladi. Общий 685 kvadrat metr. 7,5 sotuq yer maydoniga qurilgan. Katakombani oldida o'kadi. Katakombani menimcha ko'pchilik biladi. Uyimizning yuragi. Uyimizning yuragi. Qaranglar. Voy, tushunadiganlar bo'lsa, o'zinglarni bahoylan qolib keting. O'pka, jigar hammasi mana shu yerda yurak, purri. Xo'p, bu yerda bizda endi taqir-tuqirlarni qo'yib qo'yish uchun joy. Ko'ryapsizlar, uy shikarniymi? Mana zinadan zinaga tepaga chiqib ketamiz. Endi biz oltigarchilik qilishimiz kerak-ku. Ketdi. Oltigarchilik qilishimiz uchun biz liftga chiqamiz. Liftda 3-qavatga ko'tarilamiz. Uyimizni 3ta urovli, mana ko'ryapsizlar. 3-urovliga ko'tarib ketamiz. Hurmatli obunachilar, bomba yo'q. O'ga o'zimni mahallamda xonadon chiqib qoldi. Profilimga kirsanglar, bundan ham xonadonlarni ko'rishingiz mumkin. Yana katta chegirma qilib beraman deyaptilar, mana shu xonadonga. Men sizlarga narxini ham aytaman. Oldin sizlar 3-urovni ko'rib olinglar, akalar. 3-urovni ham o'zgacha, aka. Hop, mana hurmatli obunachilar, 3-urovga chiqdi. Ko'ryapsizlar, boyagidagi yana lift oldida prachniy xona. Ko'ryapsizlar, bu yerdan chiqqanimizda voy, kabinet nomer 1 qara, kattaligini qara, родительский комнатani qara, kattaligini. Wow, juda ham keng, katta родительский комната o'zini sanuzeli bilan. Sanuzeli bilan hurmatli obunachilar. Hamma spalnilarni sanuzeli bor, hurmatli obunachilar. Endi ozgina qarab o'rasizlar-da. Yo, bu yo'lariga, lekin narxi zo'r. Narxi zo'r. Yana bitta xona. Bu xona endi kabinet bo'lgan, ofis bo'lgan, рабочий место bo'lgan, uy полный pishuvishdan qurilgan, shkolat qilib qurilgan. Ko'ryapsizlar, terrasalari ham bomba ekan-da, okalar. Mazza qilib oladigan joyi. Mana yana bitta xona. Bu ham детский комната, ko'ryapsizlar. O'zini alohida sanuzelchalari bilan, bu sanuzel ham keng ekan. Har bitta sanuzeli juda ham keng ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, bo'tga chiqdi, bo'tga kirdi. Ana endi voy. Okey, mana spalniyni qarang. Mana shunaqa katta spalniyni ko'rganmisizlar? Yo'q, men ko'rmaganman. Endi ko'rib turman. Shuncha uylar obzor qildi, lekin bunaqa kattasini ko'rmadim. Yana eng zo'ri hovliga полный panoramli oynalar. Qaranglar, kabinet nomer 1. Hop, sanuzelini qarang, sanuzelini. Mana shu mebellar ham hammasi qimmati. Mana toshlar ham hammasi 12 yaxshi qimmat toshlar. Yana o'zim ham aytaman. Garderob qaranglar. Garderobi ham keng ekan, deydi odam. Keng ekan, brat. Garderob ham keng ekan, brat. Garderob keng ekan, brat. Shep, rozi bo'ling, shep. Boshqa qaytarilmaydi, shep, rozi bo'ling. Hurmatli obunachilar, hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Qaranglar. Bu yo'dan voy. Kabinet nomer 1 dan chiqsa, mana bizda takoy kuryuka, yo'q, mana shu keng qilib qilingan, ko'ryapsiz. Bemalol qo'yib o'tiraman, joyiga o'kelar, shu gap bo'lsin. Hovlini bitta ko'ring, hovlini. Shikarniy xonadonimizda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Katakombani oldida joylashgan 7,5 sotuq 685 kvadrat metr o'kelar. Do'stlar, orientirishni tushuntiraman. Mana Siyulmunni ko'chasi, ko'ryapsizlar, полный zeleный zona bo'lib yotibdi. Kisloroddan umuman muammo bo'lmaydi. Mazza qilib suvni bo'yida joylashgan, mana shundan 10 ga ozgina kirganinglarda dodi hovli. Do'stlar, kelinglar, hammamiz bitta yaxshi niyat qilaylik. Menga mana shu yoqdi. İnşallah Xudo xolisi bundan zo'rini olaman. Kamida mana shunaqa hovli olaman. Qaranglar, doda qilingan ekan, abdushi 685 kvadrat 7,5 sotuq Katakombani oldida joylashgan hovlimizni bemalol jetliga joyingiz bor. Uy narxi $1,600,000 deyishyapti. Realniy покупательga realniy chegirma qilib beraman deyaptilar. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizdan kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.